Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, men sizlarga hozir duo qiluvchi tartibini tushundiraman. Duo deganimiz u arab tilida daa yad'u ad-da'watu deydi, ad-du'a deydi, ya'ni o'z so'zini anladi. Duo degan ma'nosi Alloh taoladan duo tilew, Alloh taolaning atini aytib chaqiruv degan ma'noda beradi. Ya'ni duo bu Alloh taoladan duo tilew bo'ladi. Ma'nosi shunday bo'ladi. Endi duo qiluvchi tartibi bo'ladi o'zi. Duo qiluvchi tartibi adiy bo'ladi. Duo qilganda birinchi Alloh taologa birinchi bismillahir-rohmanir-rohim aytiladi, Alloh taoloning atidan boshlanadi. Undan keyin Alloh taologa maqtov aytiladi. Ya'ni alhamdulillahi robbil alamin deb Alloh taolo maqtov aytiladi Alloh taologa. Undan keyin payg'ambarimiz alayhissalomga salovat aytiladi. Salovat aytgandan keyin Alloh taolodan istig'for aytib kechirim so'raydi. Astag'firullohal azim va atubu ilayh degandek. Undan keyin mana ismi azam duosi deb aytiladi o'sha duoni. Qur'onda kelgan Yunus alayhissalomning, Yunus payg'ambar alayhissalomning Qur'onda kelgan duosi. Balqning ichida, kitning ichida o'qigan duosi. Bu mana duo. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimdagi o'sha duoni aytib duo qilgan bo'lsa, uning duosi qabul bo'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana bir sahobadan rivoyat etilgan hadisda aytgan, muna kimdagi muna duoni o'qib duo qiladigan bo'lsa, biz bulay degan, biz degan agar o'sha duoni o'qib duo qiladigan bo'lsak, duomiz qabul bo'laveradi degan. Ol qay duo? Bir sahoba aytgan uni. Ol muna duo. Bismillahirrohmanirrohim. Ya maliku ya muqtadir innaka ala ma tasha'u min amrin yakun. Buni o'sha duoni o'qib duo qiladigan bo'lsa, o'sha duolar o'sha duoni qo'shadigan bo'lsa, duosi qabul bo'ladi degan. Undan keyin Alloh taoloning ko'rgan ismlarini aytib duo qilgan yaxshi bo'ladi. Alloh taoloning ko'rgan ismlari, ya'ni ya Alloh, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum degan o'shanday Alloh taoloning ismini, ko'rgan ismlarini, ismi azam ismlarini, ulug' ismlarini aytib o'sha duolar bo'lsa, yana ya Arhamar Rohim, ya Arhamar Rohim deb duolar bo'lsa, so'zni o duolarda undan keyin arasida o'sha yerda o'sha Alloh taoloning ismlarini aytib bo'lgandan keyin o'zining ichidagi armon tilegini uch retdan aytadi. Ya'ni ya Alloh o'zini narsa bergor, o'zini bergor deb duo qiladi. So'zni o'sha yerda payg'ambar alayhisalom aytadi, ya'ni kitobda aytadi, kimdeki ata onasini duo qiladigan bo'lsa, u odamning rizq nisbati keng bo'ladi ekan deb aytganda. Al endi kimdeki ata onasini duo qilib to'xtatadigan bo'lsa, u odamning rizq nisbati azayib to'xtaydi deb aytgan kitobda yozilib aytgan. So'zni o'sha duolar arasida Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob degan İbrahim alayhissalomning Qur'on degan o'sha oyat duosini o'qish bo'ladi. Undan keyin o'sha yerda Alloh taolo niyatlaydi bo'lsa, so'ng bir qozoqchilab o'zimiz ana tilimizda uch retdan duo tilab oladi. Undan keyin eng so'ng tag'da payg'ambar alayhisalomga salovat aytib, va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in deb payg'ambar alayhisalomga salovat aytib, so'ng valhamdulillahi robbil alamin deb tag'da Alloh taolo maqtov aytib, so'ng bi rahmatika ya arhamar rohimin deb betini siladi. Buni hozir aytaman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. O'sha duolarni. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Astag'firullohal azim allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh. So'z duo qilgan vaqtda mana qo'l ko'krak tusidan ko'tariladi bu. Ko'krakning tusidan ko'tariladi. Qo'l, qo'l ochiq bo'ladi, qo'ltiq ochiq bo'ladi. O'zlay qibla qarab o'tirib, mumkinligicha daratdan qibla qarab o'tirib, toza yerda duo qilgan yaxshi bo'ladi. Joy namozning ustida, masjidlarda duo qilgan yaxshi bo'ladi. Buni o'zlay. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Astag'firullohal azim allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya maliku ya muqtadir innaka ala ma tasha'u min amrin yakun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. O'sha duolar Alloh taoloning iznidan duolar. Agar og'riq bo'lsa, shifo so'raganda bunday deb aytadi. Ya Shafi, ya Shafi, ya Shafi. Ya'ni ya shifo bersa Alloh taolo demoqda. Alloh taolo Shafi degan ismi bu. So'zin ya Kafi, ya Kafi, ya Kafi deb aytadi. So'zin o'sha yerda undan keyin Robbana g'firli duosini o'qiydi. Ma'nosi Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob. İbrahim alayhissalom Qur'ondagi duosi bu.
Rabbim Rabbimiz meni және ата анамды және барлық мұсылмандарды есеп қисап күні баршамызды кешіруге деп мағына береді. Осындай дұға қылады. Одан кейін жаңағы осы жерде қазақшалап ішінде қандай ниет армандар бар. Аллах тағала жаңбыр сұрай ма, дертіне шипа сұрай ма, жоғалып кеткен рызық несібін сұрай ма, қарыздан құтылуын сұрай ма, барлығы нәрсе осы жерде үш реттен айтылады. Үш реттен айтып дұға тілек болады. Одан кейін ең соңында тағы да Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. So'zini elhamdülillahi rabbil alamin deydi de bi rahmetika ya arhamar rahimin deb betini sebeydi o'zida. Men hurmatli duo qilib tarbiya bo'lsin deb bo'ladi. Barchalarыңызға tыңдағандарыңызға rahmet. Allohdan rozi bo'lsin.